Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana do'stlar, biz Toshkent shahardan chiqdik. Xullas, Bo'ka tumaniga ketyapmiz. Ishimiz chiqib qoldi. Xullas, sizlarga shu Bo'ka tumanigacha bo'lgan radarlarni ko'rsatib bermoqchiman. 7700S Black modelida. Detektorimiz ham qanaqa bo'lyapti hozir bilasizlarmi? Ochilgan, sochilgan. Xullas, GPS modelni sug'urib tashlaganmiz. Xuddi shu turish men sizlarga ko'rsatib beraman. Yangi kaskadlarni, kardon radarlarini ko'rsatib beraman. Ko'pchilik tushunmasdan negativ videolar bo'lyapti-yu. GPS modeli bo'lmasa radarlarni ko'rmaydi degan videolar chiqib ketgan. Bu bo'lmagan narsa. Ko'pchilik menga yozishyapti, shu gap rostmi? Yo'q, bu gap rost emas. Men sizlarga hozir ko'rsatib beraman. O'sha radarlarni qanaqa olishini o'zlaring ko'rasizlar. Hozir yo'l-yo'lakay avtokonni qanaqa olishini oldim videoga. Videoning davomiga qo'yib yuboraman. Xullas, hozir oldimizda qolgan radarlarni ham ko'rsatib beraman sizlarga. Mana detektorimiz ahvolini ko'ringlar. Ko'ryapsizlarmi? GPS model avtokonni ishlayapti. Avtokon bor haqiqatan ham oldimizda, lekin avtokongacha juda uzoq. Ko'pchilik mana lichkamga yozyapti-da, Shuhrat aka, GPS modeli bo'lmasa, deteksiya bermasa ekan radarlarga, GPS model orqali olyaptimi deb tushunchasi buzilgan. Xullas, bir ikkita videolarni ko'rib, mana ko'ryapsizlarmi olishini? GPS model olyapti, avtokonni mana oldimizda, mana avtokon. Mana ko'rdingizmi? Mana avtokon 9 ga chiqib ketdi. Natija a'lo. Qaranglar, biz kardonni burilmasimizdan ushladi bori. Oldimizda kardon bor. Juda uzoqdan ushladi. Ko'ryapsizlarmi? Kardongacha hali ancha bor bori. Oddiy kardon. Undan keyin yana kardon bor, chap qo'lda. Orqa tarafidan boramiz kardonga. Hozir lobga boryapmiz. Ishlashini ko'ryapsizlarmi? Biz GPS model. Olib tashlaganman GPS model. Ishlashini ko'ryapsizlarmi? Qoyilmaqom natija, umuman zo'r. Mana. Qaranglar, kardonida ozgina kechikib qoldim kamerani qo'shishga. Faqat kardon radari bor, narigi tarafda. Xullas, orqa tarafidan boryapmiz hozir. Biz GPS modeli ishlashini ko'ryapsizlarmi? Signaturni rejimda detektorimiz. 60 znak bor, 60 ga qo'yilgan. Sizlarga hozir radarni ko'rsataman. Mana yo'lning tarafida.